Assalomu alaykum. Yaqinlarimga tabriklarim ijtimoiy loyihasining qadrli tinglovchilari. Nafaqat shodiyona kunlaringizda, balki yaqinlaringiz mehrini his qilishni istagan har qanday oningizda biz siz bilanmiz. Baxtdan ko'zlarni yoshlata oladigan, sog'inchlarni arita oladigan shodiyona elchilarimiz bugun ham yana bir mehribon insonning qalb uylariga g'oyibona tashrif buyuradi. Sizlar bilan doimgidek sevimli boshlovchingiz Zulfizar Qoryog'diyeva. Qani, ketdik. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nigora aya bilan bog'landikmi? Ha. Yaxshimi Sonajon? Ahvollaringiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat sizlar. O'zingiz yaxshimisiz? Ahvollaringiz yaxshimi? Rahmat, Allohga shukr. Har doim sog' salomat bo'ling. Muborak ro'za Ramazon oylarida xonadoningizda yana bir go'zal ayyom nishonlayotgan ekansizlar. Qarshi olgan chiroyli yoshingiz, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Rahmat, birgalikka biz. Ilohim aytganingiz kelsin. Shunday chiroyli ondan foydalanib, oz bo'lsa-da quvonch ulashaylik sizlarga deb yaqinlarimga tabriklarim ijtimoiy loyihasi orqali qo'ng'iroq qilayotgan edik. Boshlovchi qizingiz Zulfizar bo'laman. Bizning loyihamizga sizga atalgan, mehr bilan yozilgan chiroyli maktublar kelgan. Nima deb o'ylaysiz onajon, bugungi dil izhorlarini aynan kim yozgan bo'lishi mumkin? Bilmasam, o'g'illarimdir, qizimdir, kelinimdir, xo'jayinimdir, singilin o'g'alarimdir. Albatta hammalarni birdek yaxshi ko'rar ekansiz. Oilangizga, mehr-oqibatingizga ko'zlar tegmasin. Asosan surprizlarni kim yo'llab turadi o'zi? Avvallar ham olganmisiz shunaqa dil izhorlari loyihalar orqali aynan? Yo'q, olmaganman jonim. Birinchi marta olishim. Davomlisi ham bo'lsin. Unda ko'proq kimdan taxmin qilyapsiz? Kimdan chiqadi shunaqangi o'zgacha fikrlar? Bilmasam, to'satdan bo'layotibdi. Qizimdir yo kelinimdir, o'g'limdir, bilmasam. Mashalloh, albatta hammalari aslida sizni birdek yaxshi ko'radilar, chunki har birlarini qalblarini to'g'ridan o'zingizni mehr muhabbatingiz bilan chuqur joy olgan ekansiz. Shuning uchun ham bugun sizga bo'lgan rahmatlarini oz bo'lsa-da minnatdorchilik tariqasida yo'llab, sizni xursand qilaylik deb tabrik xatlarini yozgan insoningiz bu nabirajoningiz Azizbekjon hamda qizingiz Dilafroz opamiz ekanlar. Rahmat, ko'p yashasinglar. Birgalikka bo'lsin hammamizga. Ilohim. Baxtli bo'lsinlar. Ilohim aytganingiz kelsin. Opajonimizning tabrik xatlariga sizni mehringizdan kuch olib yashayotgan qadrdonlaringiz, oila a'zolaringiz, kelin qizingiz Zarina opamiz, o'g'lingiz Ahrorjon akamiz hamda musofir yurtda yurgan umr yo'ldoshingiz Ro'znazar otajonimiz hamda barcha yaqinlaringiz hamroh bo'lishibdi. Sizni juda ham qattiq yaxshi ko'rishlarini, xonadoningizning oyi, quyoshi o'zingiz ekanligingizni aytib, doim dunyo turguncha ular bilan birga bo'lishingizni istashlarini takror yozib yuboribdilar. Rahmat, hammasiga ham rahmat, hammasi ham ko'p yashasin. O'g'illik qizlik bo'lsin. Musofir yurtlarga yuribdi, xo'jayinim sog' salomat bo'lsinlar, kelib toshib kelsinlar. Ahrorginam ketotibdi, sog' salomat borib kelsin. Ilohim, aytganingiz kelsin. Qizingizdan saqingizda so'ragan edik, nabirajoningizdan qanday insonlar, xarakterlari qanaqa onajonimizni kim bilan suhbatda bo'lamiz deganimizda aytdilarki, suhbat qilsangiz suhbatlarga to'ymaydigan insonlar onajonim, hammani birdek duolar bilan silaydilar. Qo'llaridan kelgancha yaqinlariga yaxshilik qilishni istaydilar. Bizni ham cheksiz mehr, muruvvat bilan voyaga yetkazdilar. Hech kimdan kam qilishmadi. Otajonimizga, onajonimizga rahmat aytamiz. Shunday insonlarning farzandi ekanligimizdan, Allohim bizni shunday insonlarni farzandi qilib yaratganidan o'ziga hamdlar aytamiz. Dunyo turguncha tursinlar mehribonim. Onajonimni butun qalbim bilan yaxshi ko'raman. Hayotimning ma'nosi, suyanganim o'zlarilar, dedilar qizingiz. Rahmat, qizim ham ko'p yashasin, baxtli bo'lsin, o'g'illik qizlik bo'lsin. O'zi bittagina o'zidan ko'paysin. Ilohim, aytganingiz kelsin. Ana endi chiroyli ta'riflardan so'ng maktublarni o'qib eshittirsak maylimi?
Mayli singlim. Sizlarga rahmat. Sizlar ham ko'p yashanglar, birgalikka bo'lsin. Ilohim. Hammangizga yaxshi kunlar. Ilohim aytganingiz kelsin. Assalomu alaykum. Mening nur yuzligim, jannat boyligim, onajonim. Bugun sizning tavallud ayyomingiz. Bu kun men uchun juda qadrli. Chunki bu dunyoga mening eng buyuk baxtim Allohim sizni bergan kun bugun. Onajonim, bu olamdagi eng go'zal mehrni men aynan sizda ko'rdim. Siz Alloh menga bergan eng buyuk ne'matsiz. Shirin so'zlaringiz, mehr bilan aytilgan nasihatlaringiz, har safar dardimni sezib taskin berganingiz qalbimda o'chmas iz qoldirgan. Ba'zan birgina ovozingizni eshitish ham dardimga davo bo'lib ketadi. Onajonim, yaratgan sizga uzoq umr, mustahkam sog'lik, xotirjam qalb nasib etsin. Biz farzandlaringizning baxt va kamolimizni ko'rib, doimo quvonib yuring. Xonadonimizdan baraka, yuzingizdan tabassum, qalbingizdan esa mehr hech qachon arimasin. Onajon, siz o'rgatgan odob, sabr va mehr tufayli hayot yo'limni topdim. Shunday insonning, mehrdaryo onaning qizi ekanligimdan har doim faxrlanaman. Onajonim, siz men uchun nafaqat ona, balki hayot yo'limni yoritib turuvchi eng nurli chiroqsiz. Sizning mehringiz bahorning iliq shamolidek yuragimni har doim isitadi. Har bir duoingiz, har bir mehrli nigohingiz biz farzandlaringizga kuch bag'ishlaydi. Onajonim, siz bor ekansiz, hayotim nurli. Siz bor ekansiz, qalbimda hamisha baxt ufurib turadi. Onajon, dadajonim bilan birgalikda eng go'zal baxtlarni ko'rib yurishingizni Allohimdan so'rab qolaman. Hojilik maqomlarini Robbim sizlarga takror nasib etsin. Ikki dunyo savob va saodati sizlarga tuhfa bo'lsin. Onajonim, siz dunyodagi eng yaxshi onasiz. Duo qilsa omad kelar koshonamga. Erkalatsa nur yorishar dilxonamga. Shukr aytay baxtlar bergan peshonamga. Onam kelsa fayz kiradi ostonamga. Oq sut berib katta qilgan umri o'tib, kunu tunlar yo'l qaragan meni kutib, dard kelsa ham bildirmagan ichga yutib, onam kelsa fayz kiradi ostonamga. Yaxshi yomon kunlarimda holim so'rab avaylaydi, shirin so'zlab ko'ngil qarab, doim asra yolvoraman sendan yorab, onam kelsa fayz kiradi ostonamga deb chiroyli tabrik xatlarini yakunlabdilar qizingiz. Ko'p yashasin, o'g'illik qizlik bo'lsin. Ilohim aytganingiz. Hammalaringizga rahmat. Birgalikka bo'lsin yaxshi kunimiz hammamizni. Ilohim. Kayfiyatlar biroz bo'lsa-da ko'tarildimi? Xursand bo'ldingizmi? Rahmat. Birinchi marta eshitishim bu narsalarni. Har doim shunday farzandlar, nabiralar e'zozlar duoda bo'ling. Azizbekjon ham sizni yaxshi ko'rishlarini, dunyodagi eng mehribon buvijon o'zingiz ekanligingizni aytib, sizni mehr bilan, doimo ularni duolar bilan qo'llab turishingizdan xursand ekanliklarini takrorlab, sizga o'z tilaklarini bildirib qolgan ekanlar. Rahmat, hammasi uchun ham doimo duogaman. Albatta. Shular baxtli bo'lsa, shular o'g'illik qizlik bo'lsa, men xursandman. Mashalloh, ilohim doim qalbingiz quvonchga to'lib yursin. Farzand va nabiralarga aytar so'zlaringiz bo'lsa, siz ham yo'llashingiz mumkin bugun. Nimalar degan bo'lar edingiz ularga? Rahmat, hammasinasi sog' salomat bo'lsin, yaxshigina bo'lsin. Peshonamga bu o'g'illik qizlik bo'lsin. Shularni baxtini ko'risham menga doimo taqdir yetsin. Ilohim aytganingiz kelsa onajon. Siz kabi onajonlarimizni oldilaringizdagi qarzlarni uzish uchun biz farzandlarni kuchimiz, qudratimiz yetmaydi, lekin shunday bo'lsa ham farzandlaringiz aytdilarki, doimo onajonimizning xizmatlarini qilib, duolarini olish uchun harakat qilamiz dedilar. Ilohim Robbim barchamizga kuch-quvvat bersin. O'zingizni ehtiyot qiling, ayyomlarni a'lo kayfiyatlarda o'tkazib oling onajon. Rahmat, sizlarga ham kelinglar, birgalikka o'tkazamiz hammamiz. Nasib, Xudo xohlasa yaxshi kunlarda ko'p diydorlashamiz. Hali omon bo'ling. Mayli, rahmat sizga, siz ham ko'p yashang. Rahmat, omon bo'ling. Bugun onamni tug'ilgan kuni, onajonimni tug'ilgan
tug'ilgan kuni meni dunyoga keltirgan aziz mehribonimni tug'ilgan kuni bugun onamni tug'ilgan kuni onajonimni tug'ilgan kuni meni dunyoga keltirgan aziz mehribonimni tug'ilgan kuni oilamizning go'zal mezboni o'g'il qizlarning oromijoni siz uchun sovg'a qilay dunyoni onajonimni tug'ilgan kuni mo'nisginamni mo'tabarimni mehribonimni tug'ilgan kuni siz uchun sovg'a qilay dunyoni onajonimni tug'ilgan kuni saxovat seli daryo dengizim matonat bardosh mehri teng so'zim tanholar ichida tanho yolg'izim onajonimni tug'ilgan kuni chiroyligim dilbar